domla puliga uchastka desam adashmagan bo'laman. O'rtoqlar, yangi obyektimizga chiqqan. To'g'risi bu uyni bir necha kundan keyin syomka qilishimiz kerak edi, lekin narxini eshitib men bugun syomka qilamiz deb turib oldim. Xo'p, qaranglar, Sergeli yuqori Darxonga kelganmiz. Orientir shundoqqina Kia avtosalon. Mana shu sizlar bilan ko'rib turgan uyimiz 1.4 sotix maydonga tushgan. Xo'p, umumiy 6 ta xonadan iborat. Mana shu uyimizga 110 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsak, bundan ham kelishadigan joyi bo'ladi. Mahallada kerakli hamma kommunikatsiyalar o'tgan. Hozir men sizlarga ichkarilarni ko'rsatib beraman. Kir-urush darvozaxonasida turibmiz. Bemalol mashina joylashtirsanglar bo'ladi. Ikkita mashina ketadi. Hovlisiga ham ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirganda mana shunaqa uzun koridor sizlarni kutib oladi. Men bu yoqdan yuqori qavatga ko'tarilsak bo'ladi. Eshikdan kirganda o'ng tomonda oshxonamiz joylashyapti. Mana shunaqa ixcham oshxona ishlab ketilgan. Men bu yoqda bo'lsa, birinchi qavatimiz uchun umumiy bitta sanuzilimiz ham kattagina keng qilib ishlangan va uni yonida bitta родительский spalni o'rtoqlar. Lyustralar olib qo'yilgan. Mana shu 1-2 kun ichida hammasi tayyor 100% qilib beriladi. Men bu yoqda bo'lsa, ozgina joy qoldirilgan, bilasizlar. Quyosh nuri tushib, havo yaxshi aylanishligi uchun bu yoqda bo'lsa, kotelnimiz joylashgan. Va bizda birinchi qavatdagi oxirgi xonamiz qolyapti. Bu yoq mehmonxona. Kattagina keng qilib ishlangan, oyoqteglari to'pli pol bo'lgan. Hozir men sizlarga yuqori qavatlarni ko'rsatib beraman. Ikkinchi qavatimizda umumiy 3 ta xonamiz bor. Zindan shunoqani ko'tarilganinglarda chap tomonda birinchi xonamiz, bu yoqqa xohlasanglar spalni, xohlasanglar zal, ya'ni mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Men bu yoqda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzil. Sanuzilimiz ham katta, keng shinam qilib ishlab ketilgan. Uni yonida yana bitta xonamiz va buni bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bizda oxirgi xonamiz qolyapti. Bu yog'i ham xohlasanglar zal, xohlasanglar родительский spalni sifatida foydalansanglar bo'ladi. Xonalarimiz to'pli pol bo'lgan. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'ying. Yana bir marta eslatib o'taman, biz hozir Sergeli yuqori Darxonga kelganmiz. Orientirimiz Kia avtosaloni bo'lyapti. 1.4 sotuv maydonga qurilgan mana shu uyimizga 110 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, albatta kelishadigan joyi bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar va telefon raqamlarini qoldiraman. O'zingizlarni qiziqtirgan savolinglar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik, bizdan uzoqlashmanglar.